Memoran olsa da gizli yalnız Güzelden güzel sancı Niga indi, kıymaysan yolcun niga indi Berbesarlah nikahi dostlarını Niçin seni aman şakardım Memoran olsa da bu gizli yolun Güzellerden güzelsen canım Güzellerden güzelsen canım Güzellerden güzelsen canım Yevropa estrada tomoshalari dastlab kafe va restoranlarda, keyinchalik teatr sahnalariga moslashtirilgan. Hozirda estrada sahnalarida monolog va hajviy hikoya kabi nutq janri, shuningdek sirk, teatr miniatyurasi, qo'g'irchoqbozlar va pantomima ijrolarining hamohangligi ham mavjuddir. Estrada degan so'zning ma'nosi o'zi taxta supa degan ma'noni bildiradi. Taxta supa deganimiz bu sahna. Tomoshabinlar pastda o'tiradi, taxta supa sal balandda joylashadi. Shuning uchun estrada san'ati demak shu taxta supada, demak sahnada rivojlangani uchun ham estrada deb aytiladi. Har davlatda o'zining nomi bilan, Angliyada misol uchun unga music hall deb aytishadi. Fransiyada kabare degan nomlari bor. Amerikada show degan nom bilan yuritiladi. Har qaysi davlatda demak o'zining nomi bilan estrada san'ati umuman yengil muzika janri hisoblanadi, ommabop janr hisoblanadi. Shu jihatdan ham bu tomoshabinlar orasida tez tarqaladi. O'zbek estradasi ham xuddi shunday. Botir Zakirdan tashqari Luiza Zakirova, Ra'no Sharipova, Eson Kandov, Mansur Tashmatov singari vakillar bor estradamizning. Ularning xizmatlarini, ularning nimalarga e'tirof etishga to'g'ri keladi.